Menimcha bu ipekchilik mahallada bir dona bo'lsa kerak. Bu mana bu uyimizning fasadiga o'zingizlar bitta baho beringlar. Niyat qilganlar like hozirdan bitta qizartirib qo'yamiz. Yaxshilab joylashib, choy, kofe damlab oringlar. Ketqizgan vaqtingizga achimaysizlar. Qaranglar, bu uyimizda ikkita bino bor, ya'ni bu asosiy binoyimiz va shuni yonginasida mana shunaqa yana 3 etajli yana asosiy ikkinchi binoyimiz joylashtirilgan. Ikkala binoyimiz ham hamma joyi naturalniy Eronning 3-sloy toshlari bo'lyapti. Tashqari tarafga keladigan bo'lsak, tashqi fasadni ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bemalol kattagina zilon zona, bemalol ikkita mashina sig'adigan parkovka qismi va mana shunaqa kirishlar bilan avtomatik darvozalar. Bemalol qaranglar, 4 ta taxov bo'lsa ham ko'rmadim deydigan naves uzunligini ko'rasizlar va qaranglar, shundoq qilar ekansizlar, hovlini o'zi sizlarni nima desa bo'ladi, botanический sad bo'yotib qaranglar, olgan odam bundan chiroyli qilib yuborsa bo'ladi, lekin gullarni ham borib tanlab ekishibdi. Menga juda yoqdi, lekin va menga ko'proq yoqqan tarafi mana bu joy bo'ldi. Mana besetgan ko'rasizlar, basseynni qaranglar, besetgan tagidan o'tkazib juda chiroyli qilishibdi. Uyimizda naqd ikkita basseyn bor. Bu hovliniki bo'lsa, pastda turetskiy hammom, finskiy saunalargacha tayyor holda turibdi. Tayyor bo'lsanglar, bu go'zal uyimizning ichini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizning hol qismi. Mana buni qaranglar. Hol qismi bo'lsa, mana shunaqa bo'lsin-da. Ishoninglar, mana bu lyustraning narxi kim topadi? Kommentariyga yozinglar. Hozir ikkinchi etajga chiqqanda narxini sizlarga aytib o'tiraman. Mana shunaqa keng hol, kamilla, haqiqiy kamin. Mana hamma joy mana tosh qilingan. Oddiy narsa ishlatilmagan. Kelinglar, birinchi bo'lib mana shu ayollarimizga ko'proq vaqtini o'tkazadigan oshxonadan boshlab sizlarga ko'rsatib beraman. Oshxonamizni ham ko'rasizlar, oynalari, ya'ni hovliga qarab turibdi. Bu yerda ham barcha qulayliklar mujassam qilingan, televizorlarga joylar tashab ketilgan, internetlarga va ko'rasizlar, har bitta xonada, ya'ni bu yerda xonaning temperaturasini muollam, ya'ni o'zingizlar mana shu xonadan chiqmagan holda boshqarsizlar bo'ladi. Bu uyimizda hamma yog'i chiller sistema qilingan va yana bitta xonamiz bo'lyapti. Bu zal bo'lyapti. Zal qismi. Bu yerda zal bo'lsa va bu yerda yana bitta xuddi shunaqa zal bo'lyapti. Birinchi etajimizdan o'zida hisoblab turinglar, 3 ta xona bo'lyapti. Va mana yana bitta kengina zal. Uyimizda birinchi etaj o'zida 2 ta zal bo'lyapti. Hali narigizdan ham turibdi. Ranglarini ko'rasizlarmi? Bu yerda ko'rasizlar, professional malyarlar ishlaganini shunda ham ishiga ko'rib baho bersanglar bo'ladi. Va bu yerda keladigan bo'lsak, birinchi etajimiz uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yotoqxonamizdan ham ko'ryapsizlar. O'zining ichida sanuzillari bilan birgalikda tayyor holda turibdi. Remontlarini o'zingizlar baho berib ketasizlar. Chiroyli, lekin men naqshlarni ham bor, juda ham chiroyli qilishibdi. Menga yoqdi. Bu garderobni bo'lyapti. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, ya'ni uyimizning darvoza tarafdan kiradigan, uyimizning darvozaxonadan kiraverish bo'ladi. Mana mana shu yerdan bu yoqdan to'g'ridan-to'g'ri podvalga tushib ketsa ham bo'ladi. Ana endi bu go'zal uyimizning ikkinchi etajiga ko'tarilamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning ikkinchi etajimiz. Mana buni qaranglar, ikkinchi etajdan qanaqa go'zallik ochilyapti. Qaranglar, mana bu qandillar o'zi naqd $25,000 turar ekan. Mana oynalarni ko'rasizlar, tepasida xrustalli oynalar, ya'ni yorug'likni mana shu yerda yoyib beradi. Ya'ni quyosh yorug'ligini bemalol hamma xonani mana shularni yoritib beradi. Kelinglar, endi sizlar bilan birgalashib birinchi yotoqxonamizni ko'rib chiqamiz. Birinchi yotoqxonamizda bu yerda kravatilar bo'ladi. Ko'rasizlar, joylariga tashab ketilgan. Bu yerda endi shkaf, televizorlarga joy tashab ketilgan. Uje xohlagancha, uje olgan odam o'zining xohishi istagiga bo'laveradi. Bu garderobnisi. Ko'rasizlar, garderobning kattaligiini. Shuni yonida sanuzel, bidelargacha, dushoylargacha tayyor turibdi. Ikkinchi etajimizda naqd 4 ta yotoqxona. Bu qaranglar. Bu xona emas, bu yana bitta hol desak bo'ladi. Xonamizda mana bundan уже boshlandi. Bu bitta xona. Eshiklari aytib o'taman, yong'oq. Xonamizning o'zining ichida sanuzeli bor. Mana bu yotoqxona va shu yotoqxonamizning o'zining ichida sanuzelni ko'rasizlar. Har bitta xonaning o'zining ichida sanuzel ko'pchilik qidirib yurishadi. Ukam menga mana shunaqa har bitta xonasining ichida sanuzeli bormi, garderob bormi, shunaqasidan kerak deydigan okalarimiz uchun mana lokatsiya ham zo'r ipekchilikda. Xo'p, bu yoqqa yana bitta xona bo'lyapti. Xonamizni ko'rasizlar, bu уже keng qilingan, kattagina bemalol sharoitlarni qilib qo'ysanglar bo'ladi. Sanuzevi bu yerda garderobnisi bo'lyapti. Ya'ni bitta xonaga tegishli mana shu hammasi sanuzel, garderob bitta xonaga tegishli bo'lyapti. Va ikkinchi etajimizni
oxirgi yotoqxonasini ko'ramiz. Mana qandilga gap yo'q. Bu keyin yuvish, mana ko'pchilik ayollarimiz savol tug'ishi mumkin. Buni qanday yuvaman deyish mumkin. Bu tushadi mana. Pastgacha tushadi. Bitta o'zini yuvadigan odamlari bor. Bemalol chaqirib yuvdirsanglar bo'ladi. Bemalol qo'rqmanglar, chang bo'ladi. Umuman o'ylamanglar. Bu oxirgi xonamiz neo klassik uslubida bo'lgan. Mana ko'rasizlarmi? Ramkalarni, naqshlarni gap so'z bo'lishi mumkin. Malyari rostdan ham mehnat qilgani shu ishidan namoyon bo'lib turibdi. Podvalga keladigan bo'lsak, podvalni ham ko'rib turibsizlar. Podvalda ham basseyn, spa zonani ko'rasizlar, finskiy sauna, turechkiy saunagacha bor. Podvalda trenajyorniy zallarni ham ko'rasizlar. Endi olgan odam o'zini xohishisiga ko'ra bu xonani yana bitta kinozal qilib yuborsa ham bo'ladi. Narigi binoga o'tadigan bo'lsak, bu binoyimizda ko'rasizlar. Bemalol zal va tepada ikkita yotoqxonasi ham bor. Buni tagiga keladigan bo'lsak, mana shunaqa yozgi oshxona qilingan. Yozgi oshxonamizga ham chiller sistemalar qilingan, ya'ni bemalol issiq ham umuman ketmaydi. 22 gradusdan tepasini umuman ko'tarilmaydi. Mana shu videomizdan ko'rib turib, like bosgan insonga eng kamida mana shunaqa fayzli xonadonlar nasiba ro'zalasa, bu videoni kimga ravo ko'rsangiz, o'sha insoningizga tezda jo'natib qo'ying.